Assalomu alaykum azizlarim. Hayotimizda shunday kunlar bo'ladiki, go'yo hamma narsa sizga qarshidek tuyuladi. Charchaysiz, to'yasiz va go'yo taslim bo'lgingiz keladi. Lekin aynan shu lahzalarda kerak bo'lgan yagona narsa bu sabrdir. Bugun biz qalbimizga orom baxsh etuvchi, bizni yiqilishdan saqlab qolguvchi eng go'zal fazilat haqida suhbatlashamiz. Sabr bu shunchaki kutish emas. Bu kutayotganingizda o'zingizni qanday tutishingiz, tilingizni shikoyatdan, qalbingizni esa gumondan qanchalik asrashingizdir. Unutmang, har bir qiyinchilik ortida yengillik bor. Yaratganning va'dasi duo qiling va natijasini sabr bilan kuting. Zero sabr qilguvchilar doim g'olib bo'ladilar. Xo'sh, hayot sinovlarida qanday qilib sabrli bo'lishimiz mumkin? Mana shu 3 ta muhim qadam bizga kerak bo'ladi. Birinchisi, shukr qilish. Sizda hozir yo'q narsalarga emas, e'tiborni boriga qarating. Ikkinchisi, duo va zikr. Tilingizni zikr bilan band qilsangiz, qalbingizga g'am sig'maydi. Uchinchisi, vaqtga ishonish. Hamma narsaning o'z vaqti bor. Bugungi dardingiz ertangi kuchingizdir. Sizga o'zimni hayotimda sodir bo'lgan bir qisqacha hikoya qilib beraman. Yangi o'qishni bitirgan paytlarim, endi o'qishni bitirgan paytimda to'yim bo'lgan. Biz opa-singillar, aka-ukalarga tushganmiz. Baxtli, xayollari o'zini voy nima desam ekan. Endi bilasiz-ku, yangi kelinchak har xil orzularga lim-molim bo'lib o'zga uyga boradi. Lekin ming afsuslar bilan hayotning o'nqir-cho'nqir yo'llari bo'larkan. Oila qilish uchun albatta eng katta matonat bu sabr kerak ekan. Sabr shunchalik muhimligini mana endi anglab yetyapman. Alloh meni farzand bilan sabrimni sinadi. Shundayam biz bandalar shoshqaloqmizki, hamma narsaga shoshib ketamiz. Mayli o'sha paytlar yosh bo'lgandirman, lekin hozir o'ylab qarasam, hech qancha vaqt o'tmasdan taslim bo'lganman ekan. Farzandsizman endi. Fikrlarim, o'y-hayollarim, hamma narsani shu haligi minus zarbalarga qaratgan ekanman-da. Har bitta insonni mana bu inson hozir mana bunaqa deydi. Voy, to'yimizga mana buncha bo'ldi. Shu o'y bilan, shu xayol bilan yashaganman ekan. O'sha payt sabrni nimaligini bilmas ekanman. Hattoki ajrashishgacha bordik bir paytlar kelib. Har safar doktorga borganimizda xafa bo'lib qaytardik. Xo'jayinim ham siqilardilar, lekin bildirmas edilar. Bir kuni qog'oz varaqni oldimda bor dardu alamimni daftarga yozib, oq varaqni to'ldirib yozdim. Yig'lab yozdim. Allohim meni ham onalik baxti bilan siylagin deb
Allohimga murojaat qildim. Ichimdagi bor dard alamlarimni to'kib soldim. Yozdimda keyin anchayam yengil bo'ldim. Ertasi kuni yana olib yana yozmoqchi bo'lib qarasam, o'sha yozganlarimni xo'jayinim o'qibdilarda tagiga. Hali biz shunday zo'r ota-ona bo'lamizki, hamma bizga havas qiladi deb yozib qo'yibdilar. Sen hali shunday zo'r ona bo'lasan. Allohim senga hozir biz sinovdamiz. Sabr qilishimiz kerak. Seni yaxshi ko'raman degan so'zlarini yozib qoldiribdilar. Shuni o'qidimda yuragim ancha taskin topdi. Keyin odamlarning gapiga quloq solmaydigan bo'ldim. O'zimni ushladim. Harakat qildim. Bu orada singlim farzandli bo'ldi. Bir tarafdan xursandman, bir tarafdan ichimdan yig'layapman-da. Nimaga Alloh deyman? Bunchalik bizni sinamasa. Tushunib turibman, lekin bizni tushunmaydigan, bu xonadonda tushunmaydigan insonlar bor edi. Sabr qilishni bizga o'rgatishni o'rniga lekin boshqa gaplar eshitgandim. O'shanda o'sha insondan shunchalik nafratlanibmanki, bu insonni umuman kechirmasam kerak bu aytgan so'zlari uchun deb ichimga tugib qo'yibman-da. O'sha kundan keyin Allohga ishonishni boshladim. Allohdan chindan kundan kunga har kuni yozardim. Har kuni yozib namozlarimda so'radim. Zikrlar aytdim. Allohdan chin dildan so'radim. Yig'lab so'radim. Va nihoyat o'sha singlim ko'payishganda shunaqayam to'yib yig'lab xuddi Alloh bilan gaplashganday bo'lib yozdim. Keyin oradan kunlar o'tdi. Albatta Allohim kutgan sabrimni mevasini albatta berdi. Ishonasizmi? 3 oy o'tib turib bilibman. 3 oydan keyin ona bo'lganimni, onalik baxtiga erishganimni bildim. Bunday xursandchilikni shunaqangi ham hammadan ham xo'jayinim judayam xursand bo'ldilar. Chunki biz shunchalik hamma narsadan to'ygandikki, hatto ajrashishgacha borgandik. Lekin bu xabar bizni oilamizni saqlab qoldi. Shuning uchun sabr mavzusida ko'p gaplar aytishim mumkin. Hamma narsaga sabr qilish kerak ekan. Hech kimdan u yomon inson bo'lgan taqdirda ham nafratlanmang. Hech kimdan. Nabarot o'sha insonni bu inson shunday ekan. Bu inson shundayligicha boricha qabul qilishni o'rgandim. O'sha qabul qilishni o'rganmasimdan oldingi vaqtlarda bor fikr hayolim, bor e'tiborim, hamma narsa o'sha insonni yomon ko'rish bilan, o'sha insonga negativ fikrlar bildirish bilan ovora bo'lgan ekanman. O'ylab qarasam, bu ishlarni to'xtatib
o'zimga keldim va o'zimga kuch yig'dim. Bu insonni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qila boshladim. Keyin esa u inson ancha vaqtlardan keyin o'zgardi. Hozir ishonasizmi? 2 shirindan shakar farzandlarim bor. 2 o'g'lim bor. O'sha yomon ko'rgan insonim ham hozir judayam o'zgardi. Hattoki eng yaxshi ko'rgan insoniga aylandim. Alloh bizni mana shunday sinovlar bilan sinar ekan. Qani bu bandam bu sinovlarda yengilmasmikan? Bu sinovlarga dosh bera olarmikan deb sinar ekan. Allohim barchamizga chiroyli sabr bersin. Qalbimizdagi bezotalikni xotirjamlikka aylantirsin. Azizlar, shunday qilib bugungi sabr mavzusimizdagi ozgina bo'lsa ham sizga ozgina bo'lsa-da ham taskin bergan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ulashing. Sizning sabringiz sizning eng katta boyligingizdir. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlarim.